Hurmatli tomoshabinlar, aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun men siz bilan hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan, millionlab insonlarning kundalik turmushiga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim bir yangilik haqida so'zlashaman. Bu ma'lumot ayniqsa hurmatli nafaqaxo'rlarimiz uchun oltin qimmatiga tengdir. Tayyorlaning, chunki bu sizning budjetingizga jiddiy yordam beradigan, uzoq kutilgan xushxabar bo'lishi mumkin. May oyidan boshlab nafaqaxo'rlarimizning ma'lum bir toifasi ayrim majburiy to'lovlardan butunlay ozod qilinishi haqidagi xabarni eshitdingizmi? Ha, men hazillashmayapman, bu haqiqat. Va bu shunchaki quruq va'da emas, balki amaldagi aniq mexanizmga ega bo'lgan yangi tizimdir. Ushbu imtiyozlarning kimlarga tegishli ekanligi, qanday to'lovlar bekor qilinishi va buning uchun nima qilish kerakligini bilish har bir nafaqaxo'r uchun nihoyatda muhimdir. Agar siz ushbu imtiyozlardan xabardor bo'lmasangiz, moliyaviy yordamning katta qismidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun, iltimos, diqqat bilan tinglang va hozirroq kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga esa like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlar bilish kerak. Muammoning mohiyati va hozirgi o'zgarishlar. Avvallari hurmatli nafaqaxo'rlarimiz uchun davlat tomonidan turli xil imtiyozlar va subsidiya tizimlari mavjud edi. Misol uchun, ko'plab nafaqaxo'rlar kommunal to'lovlar uchun ma'lum bir foizda kompensatsiya olishlari yoki ayrim xizmatlar uchun imtiyozli tariflarda to'lashlari mumkin edi. Biroq bu imtiyozlar ko'pincha cheklangan bo'lib, ular barcha to'lovlarni qamrab olmas edi va nafaqaxo'rlarning aksariyati baribir o'z uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'liq hajmda haq to'lashardi. Bu esa ayniqsa kam ta'minlangan, yolg'iz yashayotgan yoki sog'ligi tufayli ishlashga qodir bo'lmagan keksalar uchun jiddiy moliyaviy yuk bo'lib kelgan. Ularning nafaqasi asosan oziq-ovqat va dori-darmonlarga ketadigan bir paytda kommunal to'lovlar uchun katta miqdorda pul ajratish og'ir bo'lardi. Ko'pincha pensiya oluvchilar o'z uy-joy kommunal xizmatlari uchun to'lash uchun farzandlari yoki qarindoshlaridan yordam so'rashga majbur bo'lishardi. Lekin endi vaziyat tubdan o'zgardi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil may oyida qabul qilingan yangi farmoni bilan nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ularning turmush sharoitlarini yaxshilash maqsadida ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar uchun jiddiy imtiyozlar joriy etildi. Bu faqatgina foizli kompensatsiya emas, balki aynan ba'zi majburiy kommunal to'lovlardan to'liq ozod qilishni nazarda tutadi. Bu degani ular endi bu xizmatlar uchun bir tiyin ham to'lamaydilar. Bu xushxabar millionlab odamlarning yuziga tabassum olib keladi va ularning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yengillashtiradi. Ushbu o'zgarish nafaqaxo'rlarning nafaqasini ko'paytirmasa ham, ularning har oygi majburiy xarajatlarni keskin kamaytirishi hisobiga pensiya miqdori amalda oshgan hisoblanadi. Bu davlatning o'z keksalari haqida qayg'urayotganligining yaqqol dalilidir. Batafsil tushuntirish, kimga tegishli va qanday to'lovlar haqida gap ketmoqda. Endi esa eng muhim savollarga javob beraylik. Bu imtiyozlar kimlarga tegishli va qaysi to'lovlar nazarda tutilgan? Bu borada aniq ma'lumotga ega bo'lish juda muhim, chunki imtiyozlar barcha nafaqaxo'rlarga birdek emas, balki aniq belgilangan mezonlar asosida taqdim etiladi. Aynan qaysi to'lovlar nazarda tutilgan? Ushbu yangi tizim doirasida nafaqaxo'rlar quyidagi asosiy kommunal xizmatlar uchun to'lovlardan to'liq ozod qilinadi. 1. Elektr energiyasi uchun to'lov. Bu nafaqaxo'rlar uyida ishlatadigan elektr energiyasi uchun to'lovni butunlay bekor qilishni anglatadi. Bu eng muhim xarajatlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa qishda isitish moslamalari, yozda konditsionerlar ishlatilishi hisobga olinsa. Elektr energiyasi har bir xonadonda yorug'lik, maishiy texnika, telekommunikatsiyalar va hatto isitish tizimlarini ishlatish uchun asosiy resursdir. O'rtacha bir nafaqaxo'rning elektr energiyasi uchun oylik to'lovi ertalab choy qaynatar, televizor ko'rar, kechasi yorug'likdan foydalanar, kir yuvish mashinasida kiyim yuvishini hisobga olsak, kamida 50 so'mdan 150 so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu mablag' endi ularning cho'ntagida qoladi. 2. Tabiiy gaz uchun to'lov. Agar nafaqaxo'r yashayotgan xonadon gaz bilan ta'minlangan bo'lsa, ular endi gaz uchun haq to'lamaydilar. Bu xususan qish mavsumida uyni isitish va ovqat pishirish uchun gazdan faol foydalanilganida katta yordam beradi. Gaz ko'pchilik xonadonlarda asosiy isitish manbai va ovqat tayyorlash uchun ajralmas resursdir.
Qish mavsumida gaz uchun tolov erta bahorda va kech kuzda 200 so'mdan 500 so'mgacha yetishi mumkin. Yozda esa ovqat pishirish uchun 30 so'mdan 80 so'mgacha bo'ladi. Bu mablag'lar ham endilikda nafaqaxo'rlar uchun tejaladi. 3. Ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv kanalizatsiya xizmatlari uchun to'lov. Bu xizmatlar ham muhim sanaladi. Suv iste'moli ayniqsa issiq hududlarda yoki ko'p farzandli oilalarda yuqori bo'lishi mumkin. Suv hisoblagichlari orqali har oy hisoblanadigan ushbu to'lovlar ham nafaqaxo'rlar budjetida salmoqli o'rin egallaydi. Suv uchun oylik to'lov xonadon kattaligiga qarab 15 so'mdan 70 so'mgacha bo'lishi mumkin. Kanalizatsiya xizmatlari esa 10 so'mdan 40 so'mgacha. Bu xarajatlar ham bekor qilinadi. 4. Maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish xizmati uchun to'lov. Bu to'lov har bir xonadon uchun majburiy hisoblanadi. Garchi miqdori unchalik katta bo'lmasa-da, baribir umumiy xarajatlar ro'yxatida mavjud. Odatda bu xizmat uchun har bir kishi uchun oyiga 5 so'mdan 15 so'mgacha to'lanadi. Bu to'lov ham imtiyozga kiritilgan. Kimlar bu imtiyozlarga ega bo'ladi? Eng muhim jihat shundaki, bu imtiyozlar barcha nafaqaxo'rlarga emas, balki aniq belgilangan mezonlarga javob beradiganlarga beriladi. Bu mezonlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. 1. Yolg'iz yashaydigan nafaqaxo'rlar eng asosiy mezonlardan biri. Agar nafaqaxo'r oilasi a'zolarisiz, yolg'iz yashayotgan bo'lsa va uni qaramog'ida bo'lgan shaxslar bo'lmasa, u imtiyozga haqli. Bu toifa ko'pincha eng himoyaga muhtoj hisoblanadi. Ular har qanday yordamga muhtoj bo'ladigan bo'lishadi. 2. Nafaqaxo'rning ijtimoiy ahvoli va daromadi. Kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar ham ustuvor hisoblanadi. Agar nafaqaxo'rning umumiy daromadi belgilangan eng kam iste'mol xarajatlardan past bo'lsa, ular ham ushbu imtiyozlarga da'vogar bo'lishi mumkin. Bu daromad faqat nafaqa emas, balki boshqa manbalardan olingan har qanday daromadni o'z ichiga oladi. Davlat nafaqaxo'rning daromadi uning minimal ehtiyojlarini qondirishga yetadimi yoki yo'qmi degan savolga javob izlaydi va shu asosda imtiyoz berish masalasini ko'rib chiqadi. 3. Nogironligi bor nafaqaxo'rlar. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar yoki nogironligi bo'lgan farzandni tarbiyalayotgan yolg'iz nafaqaxo'rlar ham ushbu imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. Ularning ahvoli ko'pincha og'ir bo'ladi va davlat ularga alohida e'tibor qaratadi. 4. Urush faxriylari va mehnat faxriylari, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, shuningdek, mehnati bilan davlat rivojiga ulkan hissa qo'shgan faxriylar ham ba'zi hollarda bu imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. Ularning bu xizmatlari ozozidan ma'naviy jihatdan qadrlanadi. Moddiy yordam esa ularga davlat hurmatining amaliy ifodasi bo'lib xizmat qiladi. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Bir misol, Oybek bobo. Andijon viloyatida yashovchi 78 yoshli Oybek bobo yolg'iz istiqomat qiladi. Uning farzandlari chet elda ishlashadi va boboni tez-tez yo'qlashga imkonlari yo'q. Oybek boboning yagona daromadi. Bu nafaqasi bo'lib, u oyiga bir 200 so'm atrofida. Avvallari u har oy kommunal to'lovlar uchun taxminan 300 450 so'm sarflardi. Qishda ko'proq, yozda kamroq. Bu uning nafaqasining deyarli 3dan 1 qismini tashkil etardi. Yangi tartibga ko'ra Oybek bobo elektr, gaz, suv va chiqindi uchun to'lovlardan butunlay ozod qilindi. Endi u har oyda bu pullarni dori-darmonlariga yoki oziq-ovqatga ishlatishi mumkin. Misol uchun, endi Oybek bobo har oyda 350 so'm tejab, bu pulga o'ziga yaxshiroq vitaminlar yoki sifatliroq oziq-ovqat sotib oladi. Bu uning sog'ligiga va umumiy turmush darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 2 misol Zuhra aya. Toshkent shahrida yashovchi 72 yoshli Zuhra aya ham yolg'iz yashaydi, ammo uning nafaqasi nisbatan yuqoriroq, 1800 so'm. Shuningdek, u o'z uyini ijaraga berib, qo'shimcha daromad ham oladi, deylik, oyiga 1 so'm. Uning umumiy daromadi oyiga 2800 so'mni tashkil etadi. Davlat tomonidan belgilangan eng kam iste'mol xarajatlari chegarasi, masalan, 1700 so'm hisobga olinsa, Zuhra ayaning daromadi bu chegaradan oshib ketadi.
Shuning uchun u ushbu to'lovlardan to'liq ozod qilinish imtiyoziga ega bo'lmasligi mumkin, chunki u kam ta'minlangan toifaga kirmaydi. Biroq unga boshqa turdagi imtiyozlar, masalan, foizli kompensatsiyalar yoki ba'zi xizmatlar uchun imtiyozli tariflar saqlanib qolishi mumkin. Bu yerda aniq chegaralar va mezonlar muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun har bir nafaqaxo'r o'z ahvolini aniq baholash kerak. 3 misol: Farhod amaki. Samarqand viloyatida yashovchi 80 yoshli Farhod amaki o'g'li va kelini bilan birga yashaydi. Garchi u nafaqaxo'r bo'lsa-da, yolg'iz yashamaydi va uning oilasida doimiy ishlaydigan a'zolar bor. Bu holatda Farhod amaki ushbu to'lovlardan to'liq ozod qilinish imtiyoziga ega bo'lmaydi, chunki u yolg'iz nafaqaxo'r toifasiga kirmaydi va uning oilasi yetarli daromadga ega. Bunday oilalarga ham davlat tomonidan boshqa turdagi yordamlar ko'rsatiladi. Ammo aynan bu yangi imtiyoz yolg'iz yashovchi va kam ta'minlangan nafaqaxo'rlarga qaratilgan. Bu o'zgarishlar nimaga olib keladi? Ushbu yangilik birinchi navbatda nafaqaxo'rlarning moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytiradi. Endi ular o'z nafaqalarining katta qismini kommunal to'lovlarga sarflash o'rniga uni oziq-ovqat, dori-darmonlar, dam olish yoki nabiralarga sovg'alar olish uchun ishlatishlari mumkin. Bu esa ularning hayot sifatini oshiradi, psixologik bosimni kamaytiradi va keksalikda tinch va farovon hayot kechirishlariga yordam beradi. Davlatning bu tashabbusi ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash va aholining eng zaif qatlamlarini himoya qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Istisnolar, kamchiliklar va noaniq jihatlar. Har qanday qonun yoki qarorda bo'lgani kabi, bu yangi tizimda ham o'z istisnolari, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlari va ba'zi noaniq nuanslari mavjud. Ularni bilish sizga imtiyozlardan to'g'ri foydalanishga yordam beradi va kutilmagan vaziyatlarning oldini oladi. Qaysi to'lovlar imtiyozga kirmaydi? Yuqorida sanab o'tilgan asosiy kommunal to'lovlardan tashqari, boshqa ayrim xarajatlar ushbu imtiyoz doirasiga kirmaydi. Ular quyidagilar bo'lishi mumkin. 1. Internet va telekommunikatsiya xizmatlari uchun to'lovlar, uy telefoni, internet, kabel televideniyasi uchun to'lovlar imtiyozga kirmaydi. Bu xizmatlar asosiy kommunal xizmatlar qatoriga kiritilmagan. 2. Uy-joy mulkdorlari shirkatlari, UIMSH yoki boshqaruv kompaniyalari xizmatlari uchun to'lovlar, ko'p qavatli uylarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun UIMSHga to'lanadigan umumiy xizmat ko'rsatish, ta'mirlash, tozalash va boshqa to'lovlar bu imtiyozga kirmaydi. Bu to'lovlar uy-joyni saqlash bilan bog'liq bo'lib, bevosita kommunal resurslar uchun emas. 3. Yuqori iste'mol uchun cheklovlar. Ba'zi hollarda, agar nafaqaxo'rning elektr yoki gaz iste'moli belgilangan o'rtacha me'yorlardan keskin oshib ketsa, masalan, oyiga 1040 soatdan ortiq elektr energiyasi yoki 500 kub metr gaz ishlatilsa, ma'lum bir chegaradan keyingi iste'mol uchun to'lov talab qilinishi mumkin. Garchi dastlabki bayonotda to'lov ozod deyilgan bo'lsa-da, katta iste'molchilar uchun, ayniqsa iqtisodiyot nuqtai nazaridan cheklovlar joriy etilishi mumkin. Bu haqda davlat xizmatlari markazlarida aniqlik kiritish lozim. Ayni paytda me'yoriy hujjatlarda bu borada aniq cheklovlar belgilanmagan bo'lsa-da, kelajakda bunday qoidalar kiritilishi ehtimolini hisobga olish kerak. 4. Boshqa ko'rinishdagi soliqlar va yig'imlar, mol-mulk soligi, yer soligi yoki transport soligi kabi to'lovlar ushbu imtiyoz doirasiga kirmaydi. Ularga nisbatan boshqa turdagi imtiyozlar qo'llanilishi mumkin. Ammo bu yangi farmon faqat kommunal to'lovlarni nazarda tutadi. Noaniq nuanslar va e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar. 1. Imtiyozning avtomatik ravishda amalga oshirilishi yoki ariza berish talabi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aksariyat hollarda imtiyozlarni olish uchun nafaqaxo'rlar tegishli organlarga ariza bilan murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Ular mustaqil ravishda murojaat qilmasdan, avtomatik ravishda imtiyozlarga ega bo'lishlari ehtimoli kam. Ayniqsa, nafaqaxo'rning yolg'iz yashashi yoki kam ta'minlanganligi haqidagi ma'lumotlar avtomatik ravishda davlat bazalarida doim yangilanib turmasligi sababli ariza berish jarayoni zarur bo'ladi. 2. Oldingi qarzdorliklar ushbu imtiyoz may oyidan boshlab amal qiladi. Bu degani may oyigacha bo'lgan to'lovlar bo'yicha mavjud bo'lgan har qanday qarzdorlik, agar ular mavjud bo'lsa, baribir to'lanishi shart. Yangi qoida avvalgi davrlarga taalluqli emas. 3.
Oilaviy ahvolning o'zgarishi. Agar nafaqaxo'r imtiyoz olib turgan paytda uning oilaviy ahvoli o'zgarsa, masalan, uning yoniga farzandlari yoki boshqa qarindoshlari yashash uchun qochib kelsa, u holda imtiyoz bekor qilinishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bunday o'zgarishlar haqida tegishli organlarga xabar berish majburiydir. Aks holda ortiqcha olingan imtiyozlar uchun jarima yoki qayta hisoblash amalga oshirilishi mumkin. 4. Mulkiy holat. Agar nafaqaxo'r ikkita yoki undan ortiq mulkka, uy yoki kvartira ega bo'lsa, imtiyoz odatda faqat uning doimiy ro'yxatdan o'tgan va yashayotgan asosiy uy joyiga nisbatan qo'llaniladi. Boshqa mulklar uchun kommunal to'lovlar umumiy tartibda to'lanishi kerak. Bu ijtimoiy adolat tamoyilidan kelib chiqadi. 5. Murojaat qilishda yolg'on ma'lumotlar berish. Agar nafaqaxo'r imtiyoz olish uchun yolg'on ma'lumotlar taqdim etganligi aniqlansa, imtiyoz darhol bekor qilinadi va o'sha muddat ichida olinmagan to'lovlar sud tartibida undirilishi, shuningdek, belgilangan tartibda javobgarlikka tortish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun faqat haqiqiy va to'g'ri ma'lumotlarni taqdim etish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu imtiyozlardan foydalanish uchun siz aniq nima qilishingiz kerak? Qadam-ba-qadam ko'rsatmalar orqali barchasini tushuntirib beraman. Bu jarayon nisbatan sodda bo'lsa-da, ba'zi bir hujjatlarni to'plash va tegishli joylarga murojaat qilishni talab qiladi. Bir qadam, o'z eligibilitini tekshirish. Avvalo, yuqorida aytib o'tilgan mezonlarga mos kelishingizga ishonch hosil qiling. Siz yolg'iz yashaydigan nafaqaxo'rmisiz? Kam ta'minlanganlar qatoriga kirasizmi? Birinchi guruh nogironligingiz bormi yoki urush faxriysimisiz? Agar javobingiz ha bo'lsa, keyingi qadamga o'ting. Agar siz o'zingizning daromadingiz kam ta'minlanganlik mezonlariga mos kelishini aniq bilmasangiz, mahalla fuqarolar yig'inining ijtimoiy xodimlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga bu borada aniq ma'lumot berishadi va tegishli hisob-kitoblarni amalga oshirishga yordam berishadi. 2 qadam, kerakli hujjatlarni yig'ish. Imtiyozni rasmiylashtirish uchun sizga quyidagi hujjatlar to'plami kerak bo'ladi. Bu ro'yxat biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun murojaat qiladigan joyingizdan aniqlik kiritish maqsadga muvofiq. Pasport asli va nusxasi. Nafaqa guvohnomasi asli va nusxasi. Bu sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Yashash joyingizdan ma'lumotnoma yoki uy daftaridan ko'chirma. Unda sizning yolg'iz yashayotganingiz yoki oilaviy ahvolingiz ko'rsatilishi kerak. Bu hujjat mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma. Agar siz kam ta'minlanganlik mezoniga asosan murojaat qilayotgan bo'lsangiz, bu hujjat juda muhim. U nafaqa fondidan olingan nafaqa miqdori haqida ma'lumotni va agar boshqa daromadingiz bo'lsa, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni o'z ichiga oladi. Nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, asli va nusxasi. Urush faxriysi guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, asli va nusxasi. Kommunal xizmatlar uchun eng oxirgi to'lov qog'ozlari, kvitansiyalar. Bu sizning shaxsiy hisob raqamlaringizni aniqlash uchun kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda bu shart bo'lmasligi ham mumkin, ammo ehtiyot shart o'zingiz bilan olganingiz ma'qul. Bank hisob raqami rekvizitlari agar imtiyoz pul kompensatsiyasi shaklida berilsa, ammo bu holatda to'liq ozod qilish bo'lgani uchun bu shart bo'lmasligi mumkin. 3 qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Hujjatlarni yig'ib bo'lgach, siz quyidagi davlat organlaridan biriga murojaat qilishingiz kerak. Davlat xizmatlari markazlari DXM bu eng qulay va universal usuldir. DXMlar mamlakatning barcha hududlarida mavjud bo'lib, ular aholiga davlat xizmatlarini yagona darcha tamoyili asosida ko'rsatadi. U yerda siz tegishli ariza shaklini to'ldirishingiz va hujjatlaringizni topshirishingiz mumkin. DXM xodimlari sizga to'g'ri hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishadi. Elektron navbat tizimi mavjud bo'lib, vaqtingizni tejashga yordam beradi. Mahalla fuqarolar yig'ini MIFI ba'zi hollarda, ayniqsa kam ta'minlanganlik masalalarida MIFIga murojaat qilish ham mumkin. MIFI komissiyalari sizning oilaviy va moddiy ahvolingizni o'rganib chiqib, tegishli xulosa berishi mumkin. Bu esa DXMda ariza topshirishda yordam beradi. Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlari. Pensiya jamg'armasi ham bu borada ma'lumot berishi va yo'naltirishi mumkin, ammo asosan arizalar DXM orqali qabul qilinadi.
4 qadam arizani to'ldirish va topshirish. Murojaat joyingizda sizga maxsus ariza shakli taqdim etiladi. Uni diqqat bilan to'ldiring. Barcha kerakli ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiriting. Xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun xodim yordamidan foydalaning. Hujjatlaringizni to'plamga ilova qiling va topshiring. Sizga arizaning qabul qilinganligi haqida xabarnoma yoki ro'yxatdan o'tkazilganligi haqida guvohnoma beriladi. Bu hujjatni saqlab qo'ying, chunki u keyinchalik jarayonni kuzatish uchun kerak bo'lishi mumkin. 5 qadam jarayonni kuzatish va javob kutish. Arizangiz topshirilgandan so'ng tegishli organlar uni ko'rib chiqishadi. Bu jarayon odatda ma'lum bir muddatni, masalan, 15 ish kuni talab qiladi. Ko'rib chiqish jarayonida sizning uy sharoitingiz va ahvolingizni o'rganish uchun ijtimoiy xodimlar yoki MIFI vakillari tashrif buyurishi mumkin. Qaror qabul qilinganidan so'ng sizga pochta orqali yoki elektron tarzda, agar siz shunday aloqa usulini ko'rsatgan bo'lsangiz, xabarnoma yuboriladi. Agar ijobiy qaror qabul qilinsa, sizning kommunal xizmatlar uchun to'lovlaringiz may oyidan boshlab to'xtatiladi. 6 qadam rad etilgan taqdirda nima qilish kerak? Agar arizangiz rad etilsa, xavotir olmang. Rad etish sababini tushuntiruvchi yozma javobni talab qiling. Agar siz rad etishni asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga, masalan, pensiya jamg'armasi viloyat bo'limiga, Adliya vazirligining davlat xizmatlari agentligiga yoki sudga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Shuningdek, sizga huquqiy yordam ko'rsatuvchi tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Muhim eslatma, har doim rasmiy manbalardan, davlat xizmatlari markazlari, pensiya jamg'armasi, mahalliy hokimiyat organlari ma'lumot oling. Turli xil mishmishlarga yoki noto'g'ri ma'lumotlarga ishonmang. Ma'lumotlar doimiy ravishda yangilanib borishi mumkin. Shuning uchun eng so'nggi va aniq ma'lumotlarni olish uchun bevosita murojaat qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Siz doim qonun hujjatlari portali e-qaror, Gov.uz yoki tegishli vazirlik va idoralarning rasmiy veb-saytlaridan yangiliklarni kuzatib borishingiz mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov. Hurmatli do'stlar, bugungi videomizda biz nafaqaxo'rlarimiz uchun may oyidan boshlab joriy etilgan juda muhim imtiyozlar, ya'ni ayrim kommunal to'lovlardan to'liq ozod qilinish haqida batafsil gaplashdik. Bu nafaqaxo'rlarimizning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ularning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan ulkan qadamdir. Biz kimlarga tegishli ekanligi, qaysi to'lovlar bekor qilinishi, istisnolar va amaliy qadamlar haqida tushuntirishga harakat qildik. Unutmang, bu imtiyozdan foydalanish uchun ko'pchilik hollarda siz o'zingiz faol bo'lib, tegishli organlarga murojaat qilishingiz kerak. Bu jarayon sizga dastlab murakkab tuyulishi mumkin, ammo bu sizning oylik budjetingiz uchun sezilarli yordam bo'ladi. Bir necha soat vaqtingizni ajratib, kerakli hujjatlarni yigish va topshirish orqali siz o'zingiz uchun yoki yaqin nafaqaxo'r qarindoshlaringiz uchun katta moliyaviy yengillikni ta'minlashingiz mumkin. Ushbu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agar savollaringiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men va jamoamiz ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoni albatta like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim va hayotiy ma'lumotlarni imkon qadar ko'proq insonlarga yetkazishga yordam bering. O'z fikrlaringizni va boshqa nafaqaxo'rlar uchun maslahatlaringizni izohlarda yozib qoldirish orqali bir-birimizga yordam beraylik. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.